Joriy yilning 12 noyabr kuni Toshkent shahrida Sima Umid jamoat fondi tomonidan ijtimoiy ahamiyatga ega tadbir o'tkazildi. Tadbirda spinal mushak atrofiyasiga chalingan bolalar, ularning ota-onalari hamda fond ambassadorlari ishtirok etishdi. Uchrashuvning asosiy maqsadi Sima kasalligini erta aniqlash, uning oldini olish, shuningdek jamiyatda ushbu kasallik haqida xabardorlikni oshirish va jamoatchilik e'tiborini bu masalaga qaratish bo'ldi. Shu yerda biz oftobli, quyoshli mehrni ko'rdik. Biz odamlarimizda hali insoniylik o'lmaganini, o'sha muhtoj odamga, qiynalgan odamga va aytaylik kayfiyati past odamga, kayfiyati yo'q odamga mehr berish mumkinligini, bir saxiylik qilish mumkinligini, ozgina kayfiyatini ko'tarish mumkinligini biz isbotladik. Va bugungi biz tadbirimizda biz bir-birimizga mana shu kommunikatsiya qilish, bir-birimizni qo'llash, bir-birimizni dardimizni eshitish va o'zimizdan masalan kimdir Surxondaryodan keldi, to'g'rimi? Kimdir Farg'onadan keldi, kimdir Samarqanddan keldi. O'sha yaxshi kayfiyatni, shu quyoshni, mehr quyoshini bir bo'lagini o'zlari bilan uyga olib ketishdi. Tadbir doirasida Sima bilan yashayotgan bolalar tomonidan chizilgan rasmlar ko'rgazmasi tashkil etildi. Ko'rgazma yakunida esa rasmlar auktsioni bo'lib o'tdi. Auksiondan tushgan mablag'lar kasallikka chalingan bolalarning davolanish jarayonlarini qo'llab-quvvatlashga yo'naltirildi. Mazkur tashabbus mamlakatimizda nogironligi bo'lgan bolalarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyat hayotida faol ishtirok etishiga sharoit yaratish yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'ldi.